2015-yil sun'iy intellekt degan narsa odamlarning kundalik hayotida yo'q. Hech kim ChatGPT ni ishlatmaydi. Hech kim AI bilan pul topmagan. Odamlar bunday narsalarni faqatgina Terminator, Men robotman kabi filmlarda ko'rishgan xolos. O'sha paytda bir nechta odam chiqib, biz rostakasmiga inson darajasidagi sun'iy intellektni yaratamiz degan. Ularning gaplari o'sha filmlarga o'xshash fantastik eshitilar edi. Chunki na tayyor mahsulot bor, na aniq daromad modeli, na bir qanaqadir kafolat. Faqat katta gap va undan ham katta risk. Lekin eng qiziq joyi aynan shunday paytda ba'zi investorlar qo'rqmadi. Bundoq olib qarashsa, ular tayyor biznesga emas, hali yo'q narsaga pul tikishdi. Va qanday natija bo'ldi? Savol shuki, ular nimani ko'rdi? Qanday qilib bir g'oya keyinchalik milliardlab dollarlik kompaniyaga aylandi? Bu videoda bahosi $0 bo'lgan OpenAI va ChatGPT qanday qilib 800 milliard dollarlik kompaniyaga aylangani haqida. Uning misolida qanday qilib katta daromad olib keladigan biznesni aniqlab, unga investitsiya kiritish. Nega katta imkoniyatlar doim boshida xavfli ko'rinishi, investorlar qachon risk qilib pul tikish kerakligi va qachon jim turish kerakligi haqida. Va eng muhimi, varrak uchirishdan oldin shamol qaysi tomonga esayotganini sezish uchun barmoqni namlash shartmi yoki yo'q? Shularni ko'rib chiqamiz. Ketdik. Assalomu alaykum. Sizlar bilan Abror Baxtiyorovich. 2015-yilda OpenAI startup loyiha edi. Startup o'zi nima? Startup bu oddiy biznes emas. Startup bu hali to'liq ishlanmagan, lekin tez o'sishi mumkin bo'lgan g'oya. Bu g'oyani asosida qurilgan bir loyiha. Ya'ni bugun kichkina daromad uchun emas, ertangi katta bozor uchun quriladi. Unda noaniqliklar ko'p bo'ladi. Lekin o'sish potensiali ham katta bo'ladi. Bitta misol keltiraman. Masalan, tasavvur qiling, siz mahallada oddiy oshxona ochdingiz. Bu biznes. Daromad modeli aniq. Oziq-ovqat pishirasiz, sotasiz, foyda qilasiz. Lekin misol uchun agar siz butun O'zbekiston bo'yicha onlayn buyurtma qiladigan sun'iy intellekt menyu tavsiya qiladigan platforma qilaman desangiz, buni hali ishlaydimi, ishlamaydimi bu yog'i aniq emas. Lekin ishlasa bitta oshxona emas, butun bozorni egallashingiz mumkin. Oshxona bitta rayonda qancha odamga xizmat qila oladi, lekin bu butun O'zbekistonda xizmat qiladi. Qisqasi, biznes pul ishlaydi, startup tizimni o'zgartirishga harakat qiladi. Shuning uchun startupga pul tikishni riski juda baland bo'ladi. Lekin baribir OpenAI loyihasini 100% risk deb bo'lmasdi, chunki bu ishlarni amalga oshirish ehtimoli oldindan baland bo'lgan. Yuqorida aytilgan kinolarning hammasi shunchaki fantastika emas. Bu narsa ilmiy fantastika deyiladi. Ya'ni olimlar kelayotgan yillarda va uzoq muddatda qanaqa ixtirolar bo'lishi mumkin, dunyo qanaqa o'zgarishi mumkin degan taxminlar bo'ladi va shu taxminlar asosida bu kinolarning rejissyorlari olimlar bilan maslahatlashib, shu taxminlarga asoslangan holda kinolar olishadi. Sun'iy intellekt paydo bo'lishi va odamga o'xshab harakat qilishi ham ancha avvaldan, hattoki 1950-yilda boshlab ilmiy muhokamalarga sabab bo'lgan. 1960-1980-yillardan boshlab sun'iy intellekt laboratoriyalarda tadqiq qilina boshlagan. 2010-yilga kelib esa deep learning degan bir tizim paydo bo'lgan va real natija bera boshlagan. Deep learning bu kompyuterga hamma narsani qadam-ba-qadam tushuntirish emas, balki unga ko'p misollar berib, o'zi xulosa chiqarishga o'rgatish. Oldingi usul shunaqa edi. Mana qoida. Misol uchun, agar odam salom desa, sen ham salom de, hammasi qoida asosida ishlagan. Lekin deep learning desa boshqacha. Bu kompyuterga minglab suhbatlar beriladi. U o'zi qarab, odamlar qanday gapiradi, savollarga qanday javob beradi deb o'rganib, tushunib oladi va hech kim unga har bir jumlada alohida bir qanaqa gapirishni o'rgatmaydi. Keling yana bitta oddiy misol aytamiz. Mana bolaga velosiped haydashni kitobdan o'rgatmaysiz, to'g'rimi? U minadi, yiqiladi, yana minadi va o'zi balansini his qilib o'rganishni boshlaydi. Deep learning ham aynan shunaqa. Ko'p tajriba orqali o'rganadi. Demak, sun'iy intellekt kutilmagan mo'jiza emas, balki bu yillik ilmiy jarayonlar natijasi.
Shuning uchun OpenAI ga kimdirlar o'sha fantastik g'oyaga qaragandek qaramagan va unga ilmiy asos bo'lgani uchun pul tikishgan. Shuning uchun bu yerdagi risk hamma ishlatadigan sun'iy intellekt yaratilinadimi yoki yo'qmi emas, qachon va kim buni birinchi bo'lib amalga oshirarkan degan savol bilan qo'yiladi. Ya'ni ba'zida g'oya qanchalik amalga oshishi aniq bo'lib turadi, lekin qachon kim tomonidan amalga oshirishi noma'lum bo'lib turiladi. Sun'iy intellekt yo'nalishida 2015-yilga kelib bir loyiha paydo bo'ldi va uni bugungi kundagi o'rtacha qiymati $800 milliard ga baholanadi. Bu OpenAI edi. 2015-yilda bahosi $0 bo'lgan OpenAI qanday qilib $800 milliard kompaniyaga aylandi? Keling, shu haqida gaplashamiz. ChatGPT ni yaratgan OpenAI 2015-yilda deyarli bahosi yo'q, shunchaki g'oya edi. Kuchli sun'iy intellekt baribir chiqadi. Kelajakda hamma narsaga ta'sir qiladi. Shuning uchun uni yomon odamlar boshqarib qolmasin. Shu fikrga ishongan katta odamlar Sam Altman, Elon Musk, Reid Hoffman, Peter Thiel, Jessica Livingston kabi nomlar bu loyihaga pul beramiz deb chiqishdi. Lekin o'sha paytda bu investor kirib soqqa qiladigan biznes emas, ko'proq katta g'oyani ko'taramiz degan bir yordam edi. Hatto OpenAI keyinchalik Elon Musk tomonidan real kirgan pul 45 milliondan ham kam bo'lganini aytadi. Keyinchalik ularning hammasi bitta haqiqatni tushunishadi, lekin katta sun'iy intellektni yaratish uchun juda ko'p kuch kerak bo'ladi. Bu esa juda qimmat turadi. Mana shu joyda 2019-yilda Microsoft OpenAI ga 1 milliard investitsiya kiritadi va o'zini servislaridan foydalanish imkoniyatini ham beradi. Bu juda katta burilish bo'ladi. OpenAI endi shunchaki laboratoriya emas, haqiqiy texnologik zavodga aylanadi. 2022-yil 30-noyabrda biz hammamiz bilgan o'sha portlash ro'y beradi. Ya'ni ChatGPT bozorga chiqadi. Oldin sun'iy intellekt faqat olimlar va laboratoriyalarda ko'rilgan bo'lsa, endi oddiy odamlar qo'lida ham sun'iy intellekt ishlatish instrumenti bor edi. Oddiy odamlar uni yoz, tushuntir, tarjima qil, reja tuz deb ishlatishadigan bo'lishdi. Bozor aynan shu payt uyg'onadi va endi kompaniya bu yog'iga keskin o'sishi aniq edi. 24-yilda Reuters nashrining ma'lumotiga ko'ra OpenAI katta pul yig'di. $606 milliard va kompaniya 157 milliard bahoga ega bo'ladi. Ya'ni g'oya endi gigant bo'lyapti. Bu gigantga aylanyapti. 2026-yil fevralga eng shov-shuvli raqamlar chiqadi. Reuters appga ko'ra OpenAI 110 milliard yangi mablag' oladi va bahosi 730-840 milliard atrofida baholanadi. Shu xabarlarda GPT ni 900 milliondan ko'p haftalik foydalanuvchisi va 50 millionta pul to'lab ishlatadigan obunachisi borligi ham aytiladi. 50 millionta obunachi, xudo. Bu bosqichda kompaniya investitsiya eshiklari yanada keng ochiladi va faqat katta raqamlar endi o'yinda. Bu safar Amazon 50 milliard dollar, Nvidia 30 milliard dollar, SoftBank ham taxminan 30 milliard dollar sarmoya kiritadi. Qisqasi, OpenAI ni o'sishi siri juda oddiy edi. Boshida katta g'oya bo'ldi, keyin katta temir, ya'ni servislar, o'sha kompyuterlar kerak bo'ldi. Microsoft kabi gigantlar qo'llab-quvvatlashdi. ChatGPT esa hammasini kirgizib qamrab oldi va shundan keyin bahosi yo'q g'oya pul topadigan va dunyo ishlatadigan mahsulotga aylandi. Bozor ham shuning uchun unga yuzlab millionlar, milliardlab dollarda narx qo'ydi. Bu yerda juda muhim bir narsani tushunishimiz kerak. OpenAI shunchaki omad emas. Bu to'g'ri vaqt va to'g'ri jamoa plus hisoblangan risk hikoyasi. Aqlli investorlar trend chiqqandan keyin yugurmaydi. U trend hali ko'pchilikka ko'rinmayotgan paytda investitsiya qilishga ulgurib qoladi. Microsoft 1 milliard dollar kiritganda ko'pchilik hali AI bilan gaplashib o'tirmagan edi. Bu hali ommaviy mahsulotga aylanmagan edi, lekin ular bitta oddiy savolni o'zlariga bergan. Agar bu texnologiya ishlasachi degan savol berishgan. Agar 5-10 yildan keyin butun dunyo AI bilan ishlasachi,
eng katta kapital aynan shu savolga javob berishga jur'at qiladiganlardan chiqdi. Startap ham xuddi shunday. U tashqaridan qaraganda xavfli ko'rinadi, lekin ichkarida u trend, ilmiy yo'nalish va kelajak ehtiyojiga tayangan bo'ladi. Va bu 100% risk emas. Bu hisoblangan risk. OpenAIga pul tikkan investorlar kelajaklarini taxmin qilmagan. Ular jarayonni tushungan. Jarayonni tushungan odam esa qo'rqmaydi. OpenAI hikoyasi bizga katta oddiy narsani ko'rsatadi. Katta o'zgarishlar avval kulgili ko'rinadi, keyin xavfli ko'rinadi, amalga oshgandan keyin esa hamma shunday bo'lishi aniq edi-ku deyishadi. Bugun hammamiz ChatGPT dan foydalanamiz. Sun'iy intellekt bilan ishlaymiz, lekin 2015-yilda bu oddiy g'oya edi. Faqat g'oya. Farqi shundaki, kimdir o'sha g'oyaga vaqtida ishondi, kimdir esa yo'q. Savol shuki, bugun biz qayerdamiz? Bugun O'zbekistonda ham yuzlab startap g'oyalari bor. Men g'oya egalarini juda ko'p bilaman. Shaxsan o'zim taniyman. Ular bilan ko'p maslahatlashamiz. Loyihalari hali kichkina, hali mukammal emas, daromadi ham kam. Umuman yo'q desa ham bo'ladi. Bir xillarida shunaqada endi. Lekin masala ularni hozirgi ko'rinishida emas. Masala 5 yildan keyin ular qanchalik o'sishadi. Investorlar uchun eng katta savol shu bo'lish kerak. Bu loyiha kelajak oqimiga qarshi emasmi yoki aynan oqimni boshimi? Agar biz startapni hisoblangan imkoniyat deb ko'rsak, unda butun ekotizim o'sadi. OpenAI ham shunday o'sgan. Founderlar jur'at qilgan, investorlar qo'rqmagan. Natijada yangi bozor paydo bo'ldi. Investorlar bilan ham xuddi shunday. Qayerga investitsiya kiritishimiz kerak deb qidirib yurgan odamlarni ko'pi bilan ham tanishman. Endi meni ishim mana shu bir-biriga kerak bo'lgan tanishlarni o'zaro uchrashtirish, ko'prik bo'lib berish. Shuning uchun agar siz investor bo'lsangiz ham yoki yaxshi startap g'oyangiz bo'lsa ham bizga aloqaga chiqishingiz mumkin. Hamkorlikda ishlashishga ochiqmiz. Foydamiz tegsa xursand bo'lamiz. Kanalga obuna bo'ling, videomiz yoqqan bo'lsa like bosing va bu like'ingiz orqali bu videoni juda ko'plab odamlar ko'radi va manfaatli bo'ladi degan umiddaman. Va yangi g'oyasi bor do'stingizga, puli bor investorlarga bir ko'rsatib qo'ying, jo'natib qo'ying. Biz bilan birga bo'ling. Sizlar bilan Abror Baxtiyorovich bo'ldi.